Suv tabiatning eng muhim boyligi. Usiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Respublikamizda ishlatiladigan suvni shartli ravishda 100% deb oladigan bo'lsak, uning 87% qishloq xo'jaligida ishlatiladi. 9% suv energetika va baliqchilik uchun va qolgan 4% gina ichimlik suvi bo'lib, insonlar ehtiyojiga sarflanadi. Hozirgi kunda jahon miqyosida chuchuk suv ishlatish hajmining yildan yilga ortib borishi va buning oqibatida suv tanqisligi kelib chiqayotganligi ayni haqiqat. Dunyo statistikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ayanchli ma'lumotlarga guvoh bo'lishimiz mumkin. Jahondagi 250 dan ortiq mamlakatning 80tasida ichimlik suvi masalasi muammoligicha qolmoqda. Respublikamizda ichimlik suvi tanqisligi bilan bog'liq muammolarning oldini olish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit muhofazasi dasturi ma'lumotiga ko'ra, hozirda dunyodagi mavjud daryolarning yarmi ifloslangan. Yer shari aholisining qariyb 40% toza ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Har yili ob-hayot tanqisligi tufayli 1,2 million kishi turli xil kasalliklarga duchor bo'ladi. 5 million nafar aholi ichishga yaroqsiz va sifatsiz suvdan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Qaysi kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar suvni asrab-avaylash yo'lidagi ishlarda faol ishtirok etishimiz zarur. Bu bebaho ne'matning kelgusi avlodlarga yetkazish yo'lida ekologik qonuniyatlarni buzmaslik, ularga amal qilib yashash qolaversa, ichimlik suvini tejab ishlatishda hammamiz birdek mas'uliyatimizni unutmasligimiz kerak. Obi hayotni asrash, uni ortiqcha sarf qilmaslikka odatlanaylik.